Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kafanlarga o'rab, janozalarini o'qib, qabrga qo'ydilarda, Xadija onamni tepalarida shundoq oyoq tizzalarini tirab bir qancha 5-10 minut turgan ekanlar. Ey Allohning rasuli, boshqa bir insonlarni ham qabrga qo'yganingizda bu holatni qilmagan edingiz, nima uchun Xadijani tepasida turdingiz deganlarida, ey birodarlarim, qabr egasini tanimaydi, qabr Xadijani qisib qo'ymasin degan ekanlar. Bizning nimamiz bor qabrga? Nima tayyorlab qo'ydik? Nimadan xotirjammiz? Nimaga qo'rqmaymiz? Nimaga qaytmaymiz birodarlar? Xadija onamdek zot Allohning rizosini topgan, Alloh tomonidan jannat bashorati berilgan insonlar shundoq qo'rqib turibdilar-ku. Nimaga biz qo'rqmayapmiz? Nima deymiz Allohga, Robbimizga nima deb Rasulullohning huzurlariga qaysi bet bilan boramiz? Nima deb javob beramiz?